Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obyektimizda Energy Park 4 xonali 130 kvadratli shedevr xonadonni obzor qilaman. Sizlar ko'rib, bemalol o'tirib olsalaring bo'ladi. Chunki bunaqa xonadon Toshkentda bitta desak to'g'ri bo'ladi. Negaki, bunaqangi zelyoniy zona, uydan chiqasiz, sразу parkka kirib dam oladigan joy. Bu Toshkentda hozircha bunaqa domlar qurilgani yo'q. Bu xonadonimiz shedevr xonadon. Parki zo'r, juda ham yashash holati, tozalik bo'yicha eng sifatli qurilgan domlardan bittasi. Men shedevr xonadonni ko'rsataman. Sizlar videoni ko'rib, bittalashdan qizartirib, do'stlarga maksimal yuborib qo'yasiz. Biz obzor qilamiz. Hammaga rahmat. Qani ketdi bo'lmasin. Do'stlar, mana ichkariga ham kirib oldik. Endi bitta ko'rsatib chiqaman. Sizlar o'tirib olib, shu agar yoqsa, haqiqatan yoqsa bitta laykdan qizartirib, kommentariyaga yoqdi deb yozib qo'ysangiz, biz sizga bitta sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Qani kelinglar. Koridor ko'rdilar, endi oshxonani ko'rsataman. Bu oshxona rost ekan sizga, menga o'zimga juda yoqdi. Chunki qarang, bu yerda turetskiy stol qo'yilgan, 8 tali maza qilib oilaviy o'tirasiz. Bu yoqda toshli oshxonamiz, bu yoqda bo'sh qo'yilgan posudomoykamiz ayollarga bilasiz, yengillik hozir juda ham kuchayib ketgan. Bu yoqda bo'sh, hamma narsa bu yerda bo'sh qo'yilgan texnikalarimiz maza qilib ayollarimiz ishlataveradi. Bu yoqda esa balkonchamiz bor. Balkonchamizning o'tiradigan zonasi bor. Takoy mini maza qilib oilaviy gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Uyimizda to'pli pollar qilingan. Mana bu gilamlarimiz hammasi Eronning gilamlari qo'yilgan. Mana bu ham Xitoydan podzakaz qildirganmiz. Juda ham tosh, o'sha sifatli narsa. Har bitta lustraga ahamiyat bersangiz, lustralarimiz hammasi eng arzon $700-800 lustra qo'yganmiz. Zalimizga xush kelibsizlar. Yo'qsa bu yerda ham bitta qizartirib qo'yasiz. Bu yerdagi mebellarimiz ba'zi biri Turkiya, ba'zi biri italyanskiy qo'yganmiz. Agar mana shu yo'qsa, jurnalistlarimiz bitta laksani qizartirib qo'ying do'stlar. Ko'rasizlar, idealni qilingan. Zalimiz ham 7 metr, uzunligi katta, juda ham. Lustraga ahamiyat bering. Bu hammasi mavlari xrustal. Bu yoqda esa gollandskiy живой gulimiz bo'ladi. Buni gollandskiyni biladiganlar o'zi bilishadi. Mana bu tuvagi ham gollandskiy, bu живой gul. Narx-navoni ham menimcha ko'p kishi biladi do'stlar. Xo'p. Mana bu stol ustimiz ham Turkiya, mana bu idish tovoqlarimiz original Eronniki bo'ladi. Mana bular hammasi qo'shini shunday o'tirganda juda udobni, mягкий, zo'r. Eshiklarimizni ko'rsangiz mana sifatli, juda ham silliq eshiklar o'rnatilgan do'stlar. Kelinglar, master spalni ko'rsatib chiqaman. Master spalnimizda o'zida kattagina sanuzeli bor, dush qilingan bu yerda. Bu yoqda o'zining garderobi bor. Garderob ham anchagina katta qilingan, hamma kiyimlaringiz bemalol siqadi o'tga. Spalnimiz ko'rinish holati, mana bu hammasi pardadan tortib pastelgacha Turkiya qilingan. Lustraga ahamiyat bering, juda ham sifatli, juda ham dekorning chiroyli lustralar osilgan bu xonadonimizga. Hammasi eng sifatli narsalar qilingan. Gilamlar Eron, hamma xonada konditsionerlar bor, televizor hammasi LG qo'yilgan do'stlar. Bu shunaqangi qimmat, sifatli, mo'shni qurilgan uy izlayotgan do'stlarga mana shu xonadonni yuborib qo'ying do'stlar. Kelinglar, endi bu yoqni ko'rsatib chiqaman. Bu yoqimiz общий sanuzilimiz bo'ladi. Bu yerda texnikalarimiz bu yerda bo'sh qo'yilgan sushilka va stiralkamiz. Bular hammasi Turkiya. Bu esa haqiqiy tosh bu do'stlar. Ana 5-6 ta odam zo'rg'a ko'taradigan plastmassasi eng sifatlisi qo'yilgan bu yerda. Xo'p, kelinglar. Bu yoq mehmonlar uchun yoki ota-onalar uchun parkka qarab turgan oynalari spalnimizda bo'ladi. Bu yerda ham ko'ryapsizlar, lustramiz ham juda ham neobishniy dekorniy lustralar qilingan bu yerda va shkaf ham ko'ryapsizlar, juda ham chuqur va sifatli lustra nimalar qilingan shkaflar. Bu yoqda esa ayollarimiz ham juda yaxshi ko'radi. Mana bunaqa joylarda sumka, oyoq kiyimni har xil narsalar bu yerda qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Kelinglar. Bu yoqda bitta ko'rsatay, keling. Bu yoqda bitta ko'rsatib o'raylik. Parkka qaragan tomonini ham. Oynadan park ko'rinib turadi. Mana. Park ko'rinib turadi oynadan. Bu yerda kvartiramizni yana zo'r yutuq tomoni, u yerda daraxt juda ham ko'p, toza havo, maza qilasiz. Bu yoq detskiy xonamiz, lekin bu yerda bemalol katta odam yotsa bo'ladi, siqadi, juda ham sifatli qilingan. Lustra, kartinkalarga ham ahamiyat bering, juda ham yaxshi narsalar o'rnatilgan va bu yerda televizorning zonamiz bor. Xolasangiz qo'yasiz, xolasangiz bolalaringiz bu yerda dars qilib o'tirsa bo'ladi do'stlar.
Hurmatli do'stlar, agarda shu xonadonimiz yoqqan bo'lsa, mana shunaqangi sifatli, yaxshi xonadon qarab yurgan do'stingiz, yaqinlaringiz bo'lsa, shu xonadonni bitta yaxshilik qilib yuborib qo'ying va yuborib qo'yganingiz uchun biz sizga bitta zo'r sovg'a qilganmiz. Bitta kattagina bir original televizor sizga sovg'a qilamiz. Sotilgan kuni va sotilgan summamizdan ozgincha qismini shu ozgina qiynalgan miskinlarga birgalikda siz bilan borib yordam beramiz. Endi o'zimiz borsak har xil o'ylashi mumkin odamlar. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Paka.